Bu pullarni kimga berasiz oğlum? Hadi kasal bo'ladi. Kasal qizga berasiz. Kasal qiz. Hammasi. Kasal qiz tuzalib qolsin ha. Ki o'zi Alloh menga beradi. Mashalloh. Aql. Hammasini bakalashkamga to'la. To'la qilib beradi o'g'limga. Bakalashganchida shuncha pul chiqdimi o'g'lim? Ana endi ertalab bu pulni kimga beramiz? Kasal bolaga. Kasal bolaga. Asalxon opaga. Asalxon opaga Borib, berib kelasizmi o'zingiz? Yashashin o'g'lim. Duo qilib qo'yasizmi Asalxonni? Duo qilib qo'yingchi. Allohim Allohim Asalxon tuzalib qolsin. shifo bersin ha. Shifo bersin. Tuzalib qolsin. Yashang o'g'lim. Pullaringizga rozimisiz? Ha, roziman. Beraman. Alloh qanaqa qilib qaytaradi sizga? Hammasini to'la qilib, qara. Men ming shunchaqlar. Ko'rsatingchi. Ko'p qilib qaytaradimi shu bakalashkangizga? Yashang. Men bakalashgan beraman. Rozi bo'ling ha o'g'lim.